Bugungi mavzu diastaz haqida bo'ladi. Ayollarimizdan juda ko'p keladigan savollarga bugun javob beraman. Diastaz o'zi nima? Diastaz qanaqa paydo bo'ladi? Diastazni massaj orqali davolasa bo'ladimi? Va diastazni uy sharoitida aniqlashi va videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Diastaz uchun maxsus mashqlarni ham ko'rsatib o'taman. Demak, diastaz o'zi nima? Diastaz qorin oldi muskullari, ya'ni rectus abdominis deb nomlanadigan muskullarni biriktiruvchi to'qmani ikkiga ajralishi. Bu asosan homiladorlikdan keyin ko'p ayollarimizda uchraydi. Lekin bitta narsani ham hisobga olinglar. Homiladorlikdan tashqari ortiqcha vazn oqibatida ham diastaz uchrashi mumkin. Diastaz vaqtida oldi olinmasa, metabolizm buziladi, qabziyat paydo bo'ladi, matka pastga tushishi, siyduv usholmaslik va bel og'riqlarini keltirib chiqaradi. Diastazni uy sharoitida aniqlagan vaqtingizda o'zi homiladorlikdan keyin diastaz 6 oydan 12 oygacha o'zi vassanavit bo'lishi kerak. Unda ham maxsus qilinadigan mashqlar yordamida yoki fizlecheniya yordamida o'rtadagi muskullar biriktiriladi. Agar sizda uy sharoitida diastaz aniqlagan vaqtingizda homiladorligingizga 2-3 yil bo'lib diastaz hali ham yopilmagan bo'lsa, qorningiz chiqib qolib, qorningiz kirmayotgan bo'lsa, demak buni asosiy eng katta sababi diastaz bo'lishi mumkin. Men Umida Usmonova diastaz bo'yicha ayollar bilan 2 yildan beri amaliy ham fizlecheniya olib boraman. Hozirda o'zimni maxsus zalimda ayollarimiz uchun offlayn ravishda diastaz uchun mashg'ulotlar olib boramiz. Bundan tashqari onlayn ham kurslarimiz bor. Aynan qorin kirgizuvchi diastaz uchun maxsus mashqlar to'plami. Bundan tashqari u kursda dietologimiz, nutritsiologimiz tomonidan ham maxsus darsliklar tayyorlangan. Diastazni ketkazish uchun uyda har xil korsetlardan foydalanish yoki qoringa qattim qilib korset taqib yurish bu noto'g'ri hisoblanadi. Qorinni siqib boylangan yoki taqilgan korsetlar tanangizda qon aylanishi, suv aylanishini buzib qo'yadi. Men o'zim misol uchun zalimga, mashg'ulotlarimga keladigan yoki onlayn kurslarimni sotib olgan ayollarimizga diastaz uchun 1000 kun boylashni maslahat beraman. Bu juda ham katta yordam beradi. Necha oygacha boylanadi 1000 kun deyilganda 4 oygacha boylashni tavsiya qilaman. Qorin razmeriga qarab. Bundan tashqari qoringa massaj qilib davolasa bo'ladimi degan savollar ko'p berishadi. Bilib qo'yinglar, diastazni yopishda asosiy oldi muskullari bilan hech qanaqa ishlanmaydi. Kerak emas, kerakli, har xil mutaxassislardan olib qilingan mashqlar sizlarning diastazinglarni battar yomonlashtirishi mumkin. Lekin u sizga davo bo'lmaydi. O'shaning uchun mutaxassis yordamida diastaz uchun maxsus mashqlar yordamida davolanadi. Massajni ham o'zimni sentrimda massaj orqali ayollarimizni diastazidan qutulish uchun, ya'ni qorin muammosidan qutulish uchun massaj qildiraman. Unda ham qorinni oldi sohasiga emas, ikkita yon muskul bilan ishlanadi. Bu massaj bo'yicha sizlarga praktikada ko'rsatib beriladi. Diastaz vaqtida oldi olinmasa, popchnik grijaga ham aylanishi mumkin. Mashg'ulotlar popchnik grijasi bor odamlarga yoki belida grijasi bor odamlarga mumkinmi deydigan bo'lsanglar, diastaz uchun qilinadigan mashg'ulotlar poзвоночниgingiz, ya'ni o'sha umurtqa pog'onangizga zo'r yordam beradi. Ikkinchisi, diastaz yopishingizga qorningizni kichrayishiga, hajmi kichrayishiga katta yordam beradi. Siz diastazni yopgandan keyin qorin uchun har qanaqa mashq, plank mashqlari, press mashqlarini qilsangiz bo'ladi. Undan oldin qilinadigan har qanaqa press, plank mashqlari og'ir, mutaxassis yordamida qilinmagan, o'sha kerakli mutaxassis yordamida qilinmagan har qanaqa mashq sizga faqat zararga ishlashi mumkin. Hozir men sizga uy sharoitida diastazni aniqlash va uni massaj qilish yo'llarini ko'rsatib o'taman. Undan keyin kerakli mashqlarni olishingiz mumkin. Hozir men sizlarga uy sharoitida diastazni aniqlashni ko'rsatib beraman. Uyda o'zingiz mana shunaqa mustaqil yotgan holatda opangizgami yoki singlingizgami tekshirtirib ko'rsangiz bo'ladi. Demak, tizzalarini ozgina bukib olamiz. Tizzalarini ozgina bukib olamiz. Boshni ko'targan vaqtimizda ozgina boshni tepaga ko'taramiz. Yuqoriga ko'targan vaqtda qorin bo'shlig'i mana bunaqa tog' bo'lib chiqib qoladigan bo'lsa, diastaz o'sha явный уже 3-4 barmoq bor degani. Agar bu holatda aniqlay olmasanglar, mana shu barmoqlarimizni oldin kinnikdan tepaga o'rtasini bosamiz. Bosganimizda bo'shliq bo'lsa, diastaz bor degani. Bo'shliq bo'lmasa, qattimlik, muskullar itarayotgan bo'lsa, demak bu yerda diastaz yo'q. Endi xuddi shu holatda kinnik pastini ham bosib ko'ramiz. Mana
Diastaz asosan ko'krakni pastidan mana shu kindikni pastigacha bo'lgan holatda ochiq bo'ladi. Endi bu ochiq bo'ladi deganini bo'lib boshlaymiz. Ochiq degani polni ochiq bo'lmasligi mumkin. Ba'zi holatda kindikdan tepasida ham diastaz ochiq bo'ladi, ba'zi holatda kindikdan pastida ham ochiq bo'ladi. Lekin bitta narsani hisobga olinglar, ba'zilarda mana kindikni o'zi mana shu dumaloq, mana shu holatda ham qorin ochiq bo'lishi mumkin. Bu hech qanaqa xavfli degani emas. Bu diastaz bor degani emas. Demak, diastaz bosganimizda ichkariga qo'llarimiz yumshoq kirib ketsa, demak bu diastaz bor degani. Ana o'shanda siz 2ta barmoqmi, 3ta barmoqmi tekshirib olsangiz bo'ladi. Hozir endi diastazi bor ayollarimizni qaysi sohalarni massaj qilish mumkin? Sizlar qanaqa qilib diastazni massaj qilasizlar? Massaj mumkin emas deyotgan mutaxassislar uchun qanaqa qilib massaj qilishini ko'rsatib beramiz. Diastazi bor ayollarimizni asosan mana bu yon muskuli bilan massaj qilib ishlanadi. Mashq qilgan vaqtda ham aynan shu yon muskulga upor beriladi va bel sohasidagi to'g'ri muskullar bilan massaj qilinadi. Agar shu muskullar zo'r ishlab beradigan bo'lsa, mana shu muskullar yaxshi ishlanadigan bo'lsa, qorindagi diastazni kichraytirish yoki yopish tezlashadi. Men aynan mana shu soha bo'yicha, diastaz bo'yicha 2 yildan beri ayollar bilan ishlab kelib, massaj va mashqlar yordamida rezultatni tez olganmiz. Ana o'shaning uchun ham men qorinda aynan mana shu sohasiga, yon muskullariga massaj qildirishni, massaj olishini tavsiya qilaman ayollarimizga. Mana shu holatda massaj qilinadi. Qornini bosib, mana oldini bosib, mana bunaqa qilib bosib, diastazi borlar uchun bunaqa massaj qilinmaydi. Aynan mana shu yon muskulni oldiga, o'rtaga olib kelish uchun qilinadi mana. Bunga banka qo'yiladi, vakuumli banka, kerak bo'lsa asalli ham qilishadi. Asosan qorinni zo'r qilib yumshatib, birinchi massaj olishni boshlaganda 5 kunda sal qorin pastga osilishni boshlaydi. Bu qo'rqinchli holat emas. Keyingi zona mana qorinni yon tomoni. Aynan bizga kerak bo'lgan soha massaj qilinadi, xuddi shunaqa yon tomonga qaratib olib. Mana o'zingizlar yaxshilab e'tibor beringlar. Bu hech qanaqa diastaz uchun xavfli bo'lgan qanaqadir truklar qilinayotgani yo'q. Massaj jarayonida iloji boricha mana shu qisqarib qolgan, cho'kkan, murtqa pog'ona pazmonoshnis cho'kkanlarni ochishga harakat qilinishi kerak. Chunki o'sha diastazi bor ayollarimizda ko'pchilikda bel og'rishi ko'p kuzatiladi. O'sha simillab beli og'rib turadi. Sababi nimadaligini bilmaydi. MRT qildiradi, boshqa narsa qiladi, grija ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q, lekin belda og'riq bo'laveradi. Ayniqsa bu tug'ruq o'tkazgan ayollarimizda ko'p uchraydi. Sababi mana shu diastaz yopilmasa ham belga nagruzka tushiradi. Qorin katta bo'lsa ham belga nagruzka tushiradi. Bilinglar, qorin oldinga chiqqandan keyin mana shu belni, mana shu yon tomondagi muskullarni oldinga qarab tortadi. Siz mashq qilganingizda, massaj qilganingizda bu muskullar qisqaradi. Qisqarib qorningizni mundoq yonga tortishni boshlaydi. Birinchi zo'r ketadigan soha mana shu ko'krakdan pastdagi mana shu bel qismidan yog' zo'r ketishni boshlaydi. Ayniqsa diastaz yopish bo'yicha mashg'ulotlarni qilishni boshlaganingizda, massaj olishni boshlaganingizda. Endi sizlarga uy sharoitida diastaz uchun maxsus mashqlarni ko'rsatib o'taman. Bemalol qo'rqmasdan bajarsanglar bo'ladi, foydasi cho'tki bo'ladi. Ketdi. Birinchi mashqimiz koptov bilan bajaramiz. Koptov menimcha 2000 ga do'kondan sotib olsanglar bo'ladi. Yumshoq bo'lishi kerak, ozgina havosini chiqarib olasizlar. Bolalar o'ynaydigan koptov. Demak, mana shu holatda yotib olamiz. Shu holatda yotib olib, koptovni mana shu o'rtaga qo'yamiz. O'rtaga qo'yib, oyoqni mana shu 90 gradus tepaga ko'tarib olamiz. Qo'lni ko'taramiz. Shu qo'lni ko'targan holatda o'ng qo'lni tepaga ko'targanimda koptovni siqaman. Qaytarganimda bo'shataman. Chap qo'l koptovni siqdim. Qaytardim. Qorinni ichiga tortib olamiz. E'tibor beringlar, nafasni o'rgataman endi. Ketdi. Nafas oldim, qorin tortdim. Nafas. Shu holatda 3-4 soniya ushlab turamiz. Qaytaramiz. Bitta qo'lda 15 marta, ikkita qo'lda 15 marotabadan 3 ta takror bajaramiz.
Keyingi mashqimiz oldin tomonga o'girilib, koptoni yonga qo'yib olamiz. Koptoni yonga qo'yib olib, mana shu holatda turib olamiz. Yaxshilab e'tibor beringlar. Demak, chap oyog'imni tepaga ko'targan vaqtimda mana men bu qo'lim bilan koptoni ezaman. Tushirdim. Xuddi shu takrorni 15 marta qilaman. Qaranglar, koptoni ezgan vaqtimda mana shu muskullar sezish kerak. Naguruzga tushayotganini, qanaqadir ishlayotganini his qilishingiz kerak. Boshida sezmasligingiz mumkin, lekin har kuni uzviy davomida doimiy bajarib borganingizda sekin-asta muskullar ishlashni boshlaydi. Yana bir marta ko'rsataman. Qaranglar. Nafas olib qornini tortdim. Press holatiga keltiramiz qorinni. Bosdim buni. Qaytardim. Yana bir bor. Qaranglar, nafas olaman. Qorni tortdim. Bosyapman. Chiqaramiz. 15 marta bu qo'lni, 15 marta bu qo'lni bajaramiz. Yon muskullari sezishiga e'tibor beringlar. 3-mashqimiz koptoni xuddi shunaqa tizzalar orasiga olamiz. Oxirgi mashqimiz. Demak, tizzani ko'taramiz. Yerdan koptoni siqamiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tushiramiz. Yana ozgina orqaroq ko'tardim. Ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tushirdim. Yana ozgina orqaga ketamiz. Mana shu. Nafas olamiz. Nafas chiqarib sanayman. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tushirdik. Mani sahifamni kuzatib boringlar. Bundan-da foydali, ayollarimiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni har doim sizlar uchun yetkazib boraman. Agar sizda qorin muammosi, diastaz muammosi o'ta qiynayotgan bo'lsa, bu mashg'ulotlarni men bilan bosqichma-bosqich bosib o'tmoqchi bo'lsangiz, meni 1 oylik diastazsiz hayot deb nomlangan onlayn kursimga sizlarni taklif qilaman. Kursga yozilish uchun quyidagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram kanalimga kirib ma'lumot olishingiz mumkin. Bu kursda siz mashqlarni bosqichma-bosqich aynan qorin sohasi, qorin yon muskullari uchun ishlab tanlab olingan mashg'ulotlar ko'rsatib o'tilgan. Demak, keyingi foydali ma'lumotlarda ko'rishguncha